keldingmi? Senga ko'proq o'rtoqlaring bilan ko'chada o'ynash yoqadimi yoki oila a'zolaring bilan birga ovqatlanish? Oila a'zolarim bilan birga. Senga o'yinchoqlaring ichida eng ko'p yoqadigani qaysi? O'rtoq. Senga eng ko'p qaysi fan yoqadi? Ingliz. Senga qanaqa sovg'a berishganda xursand bo'lib ketasan? Noshlik. Hm? Noshlik. Senga qanaqa ovqat yoki meva eng ko'p yoqadi? Olma bilan grechka yoqadi. Kelajakda kim bo'lishni istaysan? Doktor. Ota-onang seni kim bo'lishingni istashadi? Hm? Eng katta orzuying nima? O'rtoqlarim bilan yaxshi bo'lish. O'rtoqlarim bilan o'ynash. Pullaring ko'p bo'lsa, bir kun quvvatli inson bo'lganingda ularni nima qilasan?